Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarı Sıdağacı Rozi. Washington'dan sizdeyimiz. Bugün Çislağa 2023 yıl 10. ayının 19. günü vatandaş. Bunda koğanda biz bir aylığını hatırlaylı neminin 9. ayının 19. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'da nutq sözledi. Yani şu münasebet bilen, şu mezgilde, şu arlıqda O'rta Asya'daki 5 devlet prezidentleri başlıklarını New York'ta yığın mezgilide kabul kılıp, sözlep, söhbetleşip, Amerika Koşmuş Ştatları siyasetinin, yani O'rta Asya siyasetinin belgelengenligini, başlanganlığını, bu siyasetten anda O'rta Asya tarafga qarab mağadaganlığını aytkıldı ve 5 devlet prezidentiga uqtirdi vatandaş. Biz bugün şu günün bir aylığını, biz için, siz için ciddi gün bu. Şu günün bir aylığını hatırlayımız vatandaşlarım. Hazır ende tünügün ben sizlerge bir nersini etkan edim. O'rta Şark düşençisi növbette zada qandaq düşençe. O'rta Şark düşençisiga mundaq tabir berildi vatandaş. Şendiniz mi? Bu tabir 2022 yılı 2. ayının 8. günü Amerika Koşmuş Ştatları Generali Eric Kurilla Kengaş Palatası guahlık bergende, ya Kengaş Palatası guahlık biriş yığınıga qatnaşqandımın da ko'rsatdi. Agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirdigan bo'lsa, 2. ayının 8. günü Cuma 2022 yıl O'rta Şark rayoni texmi muqimsiz bo'ladi. Bugun meni ko'rib turibsiz-ku. O'rta Şark rayoni texmi muqimsiz bo'ladi. O'rta Şark rayoni Amerika Markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat rayonidir. Ma cümlelerge diqqat qiling vatandaşım. Nendeydi? O'rta Şark rayoni Amerika Markaziy qo'mondonlik organining mas'uliyat rayonidir. O'rta Şark 21 devletga chetilib keladi. O devletler mundaq: Afganistan, Bahrayn, Mısır, İran, Irak, İordaniya, Kazakistan, Küveyt, Kırgızistan, Livan, Pakistan, Katar, Saudi Arabiya, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Arap Birleşme Halkları, Özbekistan, Yemen ve İsrailiye qatarlıq 21 devletke chetilib keladi. Vatandaşlar, bugün sizler O'rta Şarkning coğrafi zona dairesidik 21 devletning joylashish ahvolini ko'rdingiz. Afg'oniston, Pokiston shuning ichida, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston shuning ichida, Uyg'uriston albatta muqarrar ravishda ham shuning ichida. O'rta Şark. Biz hazır bunu atab O'rta Şarkning g'arbiy bo'ligi va sharqiy bo'ligi deb ataylik. Masalan, hazır bugün O'rta Şarkning İsrailiya devleti bugün şu vaziyatga, yani Hamasning qurolliq hujumiga duch keldi. Hazır bo'layotgan voqealarning qanchalik echinishli ekanligi siz bizga tonish vatandaş. Lekin bu yolda hazır mushu işte, mushu vaziyat ichida İsraillarmi ölüm yetimga duch keldi. Falastinliklarmi ölüm yetimga duch keldi. Bir inson sifatida siz ham biz ham buning shogirtimiz vatandaşım. Siyaset noqtasidan qaraganda bu ishni avval kim boshladi? Tuyuqsiz hujum, hech qanday xabari yo'q, shapsi yo'q. Hamas raketa bilan İsrailiyaga tuyuqsiz hujum qo'zg'adi. Bugungi O'rta Şark vaziyati kelib chiqdi.
Siz bunu küzetkendi, siyasi noktada küzetkendi, muşundak küzütsüz, ademigerçilik noktasında küzetkendi, yukarıda küzütümüz. Hayatmış o, tarihmiş o vatandaş. Bunu hiç kim kozgamadı, Hamas yüzü kozgadı, Oturasya vaziyetine. Endilik de hazır, doğru bitiri, Yeni Tağlıklar Televizyası, 10. ayının 7. günü Hamas, İsrail'e hücum kılgandan başlap daha hazırgıça. Toxtumay, bunun kayını İran'ın kayını Xitay badab geldi. Hatta yakında Xitay'ın adamsız aeroplanının Rusya'ya berilgenligi, Rusya, Ukrayna uruş meydanını işletkenligi doğrusunda leksiya sözledi. Yeni Tağlıklar Televizyası. Şu katardı şunun oxşaş harbiy kural yaraklarını hem Hamas'a İran arkalık yetkizgenligi doğrusu leksiya sözüldü. Yeni Tağlıklar Televizyası bir hafta toxtumay muşu mesela Hamas'ın kayında Rusya az. Lekin köp vallada Xitay Cumhuriyet Partisi bar dedi. Bugün muşu günge qarab bakayla vatandaşım. Ötkende Beijing koçusudu İsrailiya'nın baş elçisiga hücum qilish vakası yüzmedi. O ötüp gidip bugün günlerde hazır Cumhuriyet hükümetinin güç görüntüsü arkalık İsrailiya'nın Beijing'in turistlik baş elçixanasının tor betlerge hakkırla hücumu. Hatta hakkırla hücumu da şundak değildi ki aynı vakti Hitler doğru kılgan iken deyişti. Muşu vaziyette Hitler doğru kıldı da bir faşistine aklaşka. Bunun için İsrailiya'nı karlaşka. Tarihteki Hitler nime kızgalıştı. Xitay'nın bugünkü Orta Şark vaziyetiga tutkan pozisiyası mana şu. Endi bunun içinde yana qandaq murakkab mesele var. Siz biz bilmeymiz o bunu. Xitay qandaq ahvalda İsrailiya'ya karıştırıp Hamas'ı qolladı. İran bunun kayında qandaq rol oyun. Bugün endi halkalık beytler dedik hazır. İran'ın Taşkı İşler Ministeri Orta Şark ziyaret hikilerimiş. Bu ziyaret jarayonida onun İran'ın İsrail'le hiç qandaq diplomatik münasebeti yok. Etrafındaki Arap devletlerini ziyaret qilishga kelar imiş. Abi bugün hatta kelishi mümkün. Bu yani nima ot quyruqlik qiladi? O'rta Sharqning vaziyatiga qandaq ta'sir ko'rsatdi? Endi onunğa qarta hal qilg'ish paytlar torbeti nima dedi desiniz, hozir endi O'rta Sharqning qiyofati o'zgaradigan vaqt boshlandı dedi. Bir yerde qandaq özgürlüş bo'ladi, onu aldığımızda görürüz vatandaşlarım. Endi ikkinchi noktada, yani şu O'rta Sharqning bir bölügi manazı o'qipadik. Ko'rildi Amerika generali 2022 yil 2. ayının 8. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasida guvohlikdan o'tganda O'rta Sharq yangi ta'bir berdi. Bugun O'rta Osiyo ham qo'shilib bütün O'rta Sharqni hosil qildi. Hozir O'rta Sharqning g'arbi tarafida deylik İsrailga hozir eg'ir vaziyat, yani Hamas'ning hücum qilishi bilan eg'ir vaziyat ichida qaytarma hücum bilan shug'ullanyapti vatandoshim. Endi biz tungilarda aytdik, hozir Qozog'iston Parlamento Tuvan palatası bir kelishimga, masalan Xitoy Qozog'iston kelishimiga imzo qo'yibdi. Onun ma'nosi mustamlika Uyg'uristonda Uyg'urlar bilan birga yashayotgan qozoq qarindoshlar agar Qozog'istonga chiqadigan yoki Qozog'istonda yerlashib qoladigan yoki Qozog'iston grejdanligi o'tadigan ish bo'lsa, buni Xitoy tasdiqlash kerak. Demak, hozir ixtiyoriylik qozoq xalqining qo'lidan tortib elinib, xonandan kelgan Xitoy, Uyg'uristonga mustamlika uchun kelgan Xitoy qozoqning Qozog'iston davlatiga chiqib grejdan bo'lish bo'lmaslik huquqini tasdiqlaydigan, onunğa ruxsat berdigan yoki bermaydigan huquqli kishi, huquqli gubernator. Xitoy shu o'ringa o'zini ko'targan gap, shu o'rinda kelishim imzolab Qozog'iston bilan Qozog'istonning Tuvan palatasi bu kelishim tasdiqlagan gap.
Adamlarning, har qanday grejdanlarning, har qanday davlat grejdanlarning o'zi xohlagan bir davlatga berib siyosiy panohlik tilishi va erkinlik tilishi bu grejdanlarning shu odamlarning ixtiyoridagi ish. Bu xalqaro jamiyat ham bunga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonunlari ham yo'l qo'ydi. Har bir davlatlar bo'lib g'arb davlatlarining asosiy qonunida musofirlarga siyosiy panohlik berish va boshqa shaklda panohlik berishga ruxsat qilish bu asosiy qonunlar bilan ta'min etilgan. Bugun Qozog'iston qozoqning vatani, qozoqning davlati ekan, shu qozoqning bir parchasi bo'lgan Uyg'uristonda yashayotgan qozoq qarindoshlarning Qozog'istonga chiqib o'ltiroqlashish va yoki yerlashish, grejdan bo'lishdan iborat bu huquqiga Xitoy nemishqa tasdiqlash huquqini majburiy yo'lga qo'ydi ekan. Xitoy nemishqa bu huquq shunday huquq bo'yicha Qozog'iston bilan kelishim imzolaydi ekan. Bunun hammasi bizning hozir qilayotgan faoliyatimiz kishilik huquq faoliyatimizga xilof. Kishilik huquq tashabbusimizga xilof. Kishilik huquq yo'lida har qaysi davlatlardan kutayotgan umid va talablarimizga xilof vatandosh. Shunlashqa biz Qozog'iston hukumatining yana qayta o'ylashib Tuvan palata, parlament Tuvan palataning bu kelishimni amaldan qoldirishini birinchi qadamda umid qilamiz. Qarindoshlik va yoki chegaradoshlik, mustaqil Qozog'iston, mustamlika Uyg'uriston, qo'shnidorchilik talabidan umid qilamiz. Kishilik huquq nuqtasida turib, xalqaro tartib va nizomnomalar bo'yicha biz Qozog'iston hukumat, Qozog'iston parlament Tuvan palatasining o'zi tasdiqlagan bu qonun loyihasini amaldan qoldirishini talab qilamiz. Biz başta O'rta Sharqning ahvol to'g'ri so'zlashdik. Tunugin so'zlagan leksiyamizda Xitoy O'rta Osiyo yoki O'rta Sharqning sharq bo'ligi, O'rta Osiyo qismiga qo'l soldi. Uyg'uristonda tuyuqsizda bir nafar Uyg'ur qo'lga olindi. Qozog'istonda bu kelishim o'tirg'i chiqdi. Xitoy hozir O'rta Osiyoga qo'l soldi. G'arizi nima? Maqsadi nima? Bugun Xitoy boshda aytdik, O'rta Sharqning vaziyatini, masalan, Isroiliyaga foydasiz bo'lgan vaziyatni ulg'aytishga tirishchanlik ko'rsatyapti va o'sha fursatdan foydalanib butun arab dunyosini qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti. Arab davlatlari bilan o'zining munosabatlarini yaxshilamoqchi bo'lyapti. Bu orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharq siyosatiga daxl-taroz paydo qilmoqchi, to'sqinlik paydo qilmoqchi va yoki O'rta Sharqda qarshilik paydo qilmoqchi bo'lyapti. Bu Xitoyning g'arazidir. Bu Xitoyning g'arazidir, Xitoyning metodidir, Xitoyning usulidir. Bugun Jan Funshiko degan nima dedi desangiz, ayni vaqtda harbiy qurol yaroqlar, harbiy mudohialar degandek ishlar bo'ladi. Hozir shu harbiy ishlardagi urush talash deganlarni tashlab etib, O'rta Sharqqa hozir Xitoy hukumati xalq urushi taktikasini qo'llandi deydi. Obzorchi Jan Funshiko Xitoy hukumati hozir xalq urushini qo'llandi deydi. Demak, O'rta Sharq agar Jan Funshikoning deyish bo'yicha Xitoyning ta'siri doirasida shunday chunqurlab ketgan bo'lsa, bu bugun Xitoy O'rta Sharqning O'rta Osiyo bo'ligiga qanday qo'l soladi? Bu andaq vaziyatda intayin jiddiy bir payt kelib keldi vatandoshim. Bugungi dunyo ular hozir Beijingda echayotgan bir yo'l bir belbog' siyosati Fransiya, Germaniya matbuotlari tanqid qildi. Hatto Kompartiyasining ichki qismida mag'lub bo'lgan siyosat, quruq ramkis qilgan siyosat degan gaplar o'tirg'i chiqdi vatandosh. Xitoyning bir yo'l bir belbog' siyosati amaliyotda shakli o'zgargan mustamlikchilik. 19-asrdagi qurol yaroq bilan besib kelib mustamlik qilish, koni mustamlikchilik. Masalan, bugun Rossiya va Ukrainada olib berayotgan urush koni mustamlikchilikning bir shakli. Dollar bilan mustamlika qilish bu yangi mustamlikchilik. Yangi mustamlikchilikning bir shakli vatandosh. Hozir Xitoy bir yo'l bir belbog' atashdi shundoq amaliyotda dollar bilan mustamlika qilish. Mayli Afrika, hatto Yevropa, Italiyagacha.
O'rta Osiyoga boyligi. Masalan, hozir Qirg'izistonning Xitoyga bog'lanib qolgan iqtisodiy yoki Xitoyning iqtisodiy chambiriga kirib qilishi 40% atrofida. Eg'ir gap bu vatandosh. Qirg'izistonning davlatli iqtisodi Xitoy 40% atrofida bog'lanib qoldi desa, bu intayin eg'ir gap vatandosh. Bir yo'l bir belbog' siyosatining Qirg'izistondagi g'albisi, Xitoychi g'albisi deb ataladi vatandosh. Xitoychi g'albisi deb ataladi. Ahvol mushundaqkan biz sürgün bir qator so'zladik. Vatandoshlarga shuni aytamizki, shu qatorda biz O'rta Osiyoning aminligi, tinchligi, farovonligi, xotirjamligi, har qanday talash-tortish, jidal majrodan yiroq turishi, mushuning uchun, balki mushu aminlik uchun Qozog'iston hukumati va hurmatli prezident To'qayevning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda ehtiyotchan bo'lishini, bak ehtiyotchan bo'lishini umid qilamiz vatandoshlar. Uyg'urlar va O'rta Osiyoliklar shundoq umid qilamiz. Bu umidimiz bir inson sifatidagi umid, shundoqla qo'shindorchilik ichidagi umid. Hozir Qozog'istonda Uyg'urlar bilan birga Uyg'urlar qozoq xalqi bilan birga yashayotdi. Qozaqlar Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uristonda Uyg'ur bilan birga yashayotdi. Bugun sening qozoqlarga, ya'ni Uyg'uristonda yashayotgan qozoqlarga qanday muomala qilishing, amaliyotda Uyg'urlarga qanday muomala qilishingga munosabatlik bo'ladi. Şuna biz bu noktada gap qilamiz. Demak, sen birinchi bo'lib bugun Xitoy bilan kelishim imzolab, mustamlika Uyg'uristonning ichki ishiga aralashgan ekansan, biz ham navbatida shundoq deymizki, kelishimni bekor qil. Xitoy bilan tuzilgan bu kelishimni qozoq ko'chmanlarning, yana qozoq qarindoshlarning Qozog'istonga chiqib urilish uchun shuning qortib tuzgan bu kelishimni bekor qil. Hozir Amerika Davlat Majlisi bek aldirash. Dünyanın vaziyeti, İsrail'e O'rta Sharqning vaziyeti jiddiylashdi. Biz bu fikirni, bu arz shikoyatimizni davlat majlisiga arz qilishga huquqliq va bu yo'lda mengishga huquqliq. Chunki bu ish kishilik huquq masalasi. Shunlashqa bizning talabimiz shukanki, Qozog'iston hukumatining yoki parlament Töven palataning bu kelishimni yoki bu kelishimga imzo qo'yishni, tasdiqlashni bekor qilishini umid qilamiz, talab qilamiz.